Yaponiyaning eng tezyurar poyezdi, Tokiogacha boradigan eng tezyurar poyezdga bir kun odamlar chiqqanida, o'sha poyezdning kompaniyasiga bir odam SMS yozadi va aytishi bo'yicha poyezdning ichida bomba bor. Uni sharti esa oddiy. Agar poyezd qaysidir ostanovkada to'xtasa yoki tezligi 100 dan kamaysa, bomba portlashi mumkin ekan. Bu xabarni eshitgan kompaniya butun Yaponiya ministrlarini yig'adi va endi nima qilamiz deydi. O'shanda poyezdning haydovchisi, mashinist qizga bir buyruq beriladi. Hech qanaqa ostanovkada to'xtamaslik kerak va tezlik 100 dan kamaymasligi kerak. Qanaqa qilib bo'lsa ham biz o'sha poyezd ichidagi passajirlarni qutqarishimiz kerak deydi. Yosh mashinist qiz esa bunga rozi bo'ladi va passajirlarga biz hozir hech qayerda to'xta olmaymiz. Poyezdda texnik muammolar bo'lib qolyapti deydi. Va shundan so'ng terrorist ularga telefon qilib, "Meni endi ikkinchi shartimni eshitinglar. Menga agar hozir 100 milliard yen olib kelmasanglar, poyezd baribir oxirida portlaydi" deydi. Ministr esa unga "Bizda hozircha pul yo'q, yig'a olmaymiz" deganida, terrorist "Bu pulni davlatdan emas, Yaponiya fuqarolaridan olasizlar" deydi. Poyezd to'xtaguncha 100 milliard yen olib berishinglar kerak deydi. Sekin-sekin poyezddagi odamlarga poyezd ichida terrorist borligini va bomba borligini aytishadi va hammada vahima boshlanadi. Kimdirlar esa hattoki sayt ochib pul yig'a boshlaydi. Agar siz adrenalinga boy film ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu Yaponiya filmini sizga taklif qilaman. Aytgancha, eng sara daromad uchun meni Instagram kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.